termo deyishadi hamma joyda. Oddiy alyumin profilda nima farqi bor o'zi termon degan savollarga javob bo'ladi bu videomiz. Mana ko'rib turganingiz oddiy chempion profil. Aldox profillari xuddi shunaqa bo'ladi. Ranglari, ko'rinishlari termonlarga juda o'xshab ketadi chempion profilda. Petolari, ruchkalari ham termon birga tushadi. Chempion profilda yig'ilishlari ham mana pressda yig'iladi, zamoresda yig'ilmaydi. Ikkalasi o'rtasida juda katta farq bor. Pressda yig'ilgan natija hech qachon osilib qolmaydi. Bu lekin холодный seriya. Ko'rib turganingiz bir kamera bo'ladi, ichi bo'sh bo'ladi. Ba'zida ichiga pina qo'yishyapti, boshqa qilishyapti, lekin u narsaning foydasi yo'q. Foydasi bo'lsa ham juda kam foydasi bor. Bu ham холодный seriya, bir kamerali. Ichini pina bilan to'ldirganida ham metalldan sovuq ham, issiq ham o'rni o'tkazadi. Mana bu rom varianti. O'sha chempion profilli. Endi termoga keladigan bo'lsak, termolarda hammasida rajlanida 57 ham bor edi. Termo 57 da ham даже 3 kamera. 1, 2, 3. Va metal to'g'ri bog'lanmagan bo'ladi ichkari, tashqari. O'rtasida polyarmid bo'ladi. Tashqari -20, -30 bo'lgan taqdirda ham mana bu metal hech qachon muzlab ketmaydi. Nimaning hisobiga? Mana polyarmid hisobiga. O'shaning uchun termolar oddiy alyumin profildan ayrim ko'chadagi profillardan ham ancha ustunlik qiladi. Dup rezinasi bo'ladi o'rtada. Polyarmid. Termolar hammasi 3 kamera bo'ladi, hammasi. Termo 78 bunda. Termo 78 ga oynani ham 3 qavat qo'ysa bo'ladi. Mana bu 57 dan ko'rdik. Mana bu joyda termo 85. Bu ham 3 kamera. 1, 2, 3. Polyarmidda farq bo'ladi. Mana bu dup rezinasida ozroq farq bo'ladi. Shunaqa. Termo 98. Bu ham 3 kamera. 1, 2, 3. Polyarmid juda katta bo'ladi 98 larda. Shuma izolyatsiya, issiq sovuq izolyatsiyasi bo'ladi deyarli 100%. Shu termo 105. Juda qalin, 10,5 santimetrlik profilimiz. Avtomatik 3 qavat oyna, 6-4-4. Termo 78 dan boshlab tepasiga 78 ga, 85, 98, 105 ga hammasiga 3 qavat oyna qo'ysa bo'ladi. Oynalarda 3 qavat. Mana bu joyda ham 3 qavat oyna bo'lgan. 3 qavat oyna 2 qavat oynadan ham samaraliroq bo'ladi. Sovuq, shovqin, boshqa narsalarga o'zini yaxshi tutib beradi. Har xil gap so'zlarga ishonib qolmanglar. Bir xil narsa Aldox profil bilan termo profil, ikkalasi ham alyumin narsa. Foydasi yo'q, prosta marketing gap so'zlar bunaqa degan narsalarga ishonib qolmanglar. Termo baribir termo. Hech qachon Aldox profil yoki chempion profil bilan solishtirmanglar bu narsani. E'tiborlaringiz uchun rahmat hammaga.